Çöçek sehirlik purçaqlar. Bar ikanu, yo'q ekan, och ikanu, to'q ekan. Burunning burunsida shunchalik yiroq bir davlatda igiz bir tog'ning etkida tash bir qalada shunchalik oq ko'ngil, shunchalik kuchlik, ham shunchalik aqlli bir podshoh bor ekan. Bu podshoh har kuni sahar quyoshning tunji nuri bilan uyg'onib, qal'aning sanab tugatgil bo'lmaydigan palampaylardan zerikmay birdan ustiga texim ustiga chiqib, qal'aning eng egiz cho'qqisining eng ustidagi munarga tiqib qo'ygan boyliqlarni ko'rishga chiqadi ekan. Podshoh eng egiz qal'aning eng ustidagi munarning oldiga kelganda, eshikning ochqichini yanchiqidan chiqarib, eshikning to'shkiga tiqib Öyning ishigini ichib, ichiga kirganda avval sehrlik arpini qo'liga ilib, "Chal arpim chal" deydi ekanmish. Podshohning qalbiga jasorat beradigan bir-birdan go'zal melodiyalar chaldi ekanmish. Ondan oltin tuxum tug'digan mikyanni qo'liga ilib, "Tuxumla mikyanim, tuxumla" deydi ekan. Mikyan har kuni podshohi uchun yo'g'on oltin tuxumlar tug'di ekanmish. Podshoh tuxumni ilib, uyning yana bir uchidagi g'azina sanduqining beshiga berib, "Ichil sanduq, ichil" deydi ekan. Sanduq ichilishig'ila oltin tuxumlarni boshqa tuxumlarning yiniga tizib qo'ydi ekan. Ondan uydan chiqib, oshquchi bilan chingida eshikni taqib o'tdi ekan. Kunlarning birida podshoh sahar qo'pqinda qarasa, hamma qop-qorong'u, xuddi qat'iy quyosh chiqmagandekla. Darhol derazaning yiniga berib, pardalarni ichibdi. Osmonni qop-qora yo'q bulutlar qoplabdi va bir shamol chiqibdi. Birdamdan keyin sim yomg'ir yog'ishga boshlabdi va yangidan texmi kuchli bir shamol chiqibdi. Yomg'ir kuchayibdi, sharildab, chilaklab qo'ygandek yig'ishga boshlabdi va chaqmoq chiqibdi. Qaytadan va eng oxirgi qitim kuchli bir shamol chiqibdi. Yomg'ir mo'ldirlarga aylanibdi. Yipi uzilgan marjondek insonlarning boshlariga, uylarning o'g'isiga taras-turus tushishga boshlabdi. Bo'ron chopqinning shiddatligidan qo'rqqan saroy aholisi va atrofdagi xalq qichishib, yerlarning ostidagi o'nkirlarga mukinib olibdi. Saraydagi askarlar podshohini o'nkirga etishgan vaqtida podshohning u qimmatli boyliqlarini oladiganga vaqtimi bo'lmabdi. Atisi bu qo'rqinchli ovozlar to'xtag'inida insonlar bir-biridan eshiklarni ichibdi, sirtqa chiqibdi. Bo'ron chopqinning sababidan daraxtlar yerlardan ajrab, uylarning o'gizlari uchib, podshohning qal'asining eng ustidagi munar o'rilib tushibdi. Podshoh o'rilib sunib ketgan toshlarning orasidan qal'aga chiqibdi. Har yerni izlab qizib yetibdi. Ammo yo sehrlik arpini, yo oltin tuxum tug'digan mikyanni, yo g'azina sanduqini topolmabdi. Podshoh u kundan keyin og'rib qolibdi. Davlatini boshqarolmas bo'lib qolibdi. Kunlarcha, haftalarcha, oylarcha quloqlari anglamas, ko'zlari ko'rmas holda karvatda yetib qolibdi. Bu podshohlikqa yaqin bir yezida opsi va qirib qolgan kollari bilan yashaydigan bek aqlli, bek ahko'ngil bir bola bor ekan. Opsi har kuni sahar eg'irligiga kirib, qo'llarini eytib, qirib qolgan kolaning yinida o'tirib, sig'ishga boshlaydi ekan. Kala çilekti lıq süt berdi ekan. Bala bu lıq çilektiki sütni ilib nahiye meydanıga berib kalanın sütini sig'ib pul topdi ekanmish. Topgan pullarga sizlarcha nima oldigandu? Yana bir attigini opsi qiyirib qolgan kalaning beshida o'tirib, chiligini qo'yib, kalasini sig'ishga boshlabdi. Ammo faqatla bir necha tomchi sut tomlabdi. Bichara ayol kolaning sutdan to'xtag'inini bilganida darhol o'g'lini chaqiribdi. Agar kola sut chiqamasa, bozorda sut sotolmaydi-ku. Sizlarcha sut sotamiz qanday bo'lgandu? Sut sotamasa, pul topolmaydi-ku. Sizlarcha pul topamiz qanday qilgandu? Pul topamasa, osh qoldi-ku. Qiyirib qolgan opsi kolani maydonga opirib, yaxshi bir bahoga darhol setishini so'rabdi bolasidan. Shundoq ko'ngli yerim bo'pti ishkilisini. Bola kolani ilib yo'liga ravon bo'pti.
Bala aldıda, kala arkada. Az minipti, uz minipti. Derya döngde tüz minipti. Bostallıqlardan eşipti, tüzlənlikdən ötüpti. Uzun tar bir çığı yolda minivatqana da bürdüllü aldığı salban kulaq, poltay göz, uzun burunluq, saqlı yegi tegib qalğan bir pap uçuraptı. Pap kalının etrafıda şundaq bir çögülgenden keyin nima degan chiroyli bir kalang basıyının bu kalangni manga satamsan deb so'rapti baladan. Bala belki bu papning behchiq puli bordi deb o'ylab qo'lini uzatib qancha pul bersa deb so'rapti. Papa uzun nurkusining eng kichik yanchiqidan bir kichik qapchiqni chiqarib balaga sunibdi. Bala qapchiqni qo'liga elib, ta'tir ko'mtirganda ichidan 3 kichik yeshil purchoq olqiniga tushibdi. Balaning bu ishga bek ochchig'i kelibdi. Ahmoqman men, yo'g'on kalini 3 dal purchoq sotamdim hech, desa papa. Ama evladım, bu pırçaqlar sihirlik. Kim ki bu pırçaqlarga erişse, ömrüde körüp bakmagan gazinelerge erişidi. Mesela bu, balı papıga işinipti. Pırçaq qapçıqni elip, derhal uyga qaytipti. Apsı bilen işinin aldıda uçuruşipti. Balı qoldaki qapçıqni apsıga uzatipti. Ayal qapçıqdan qoluğa düşken 3 pırçaqni görüp, sizce apsı xoşal boptu mu, qanda boptu? Elbette bek açığı kepti. Açıqdan yüzü qıpqızıl boп ketipti. Közleri kiçiklep, qaşları türülüp ketipti. Sıqındınığın cahil qoldaki 3 dal pırçaqni derizinin sırq çiçiplep etipti. Bala, ama apa, ula sihirlik pırçaqladı. Desimi, apısı onunla işenmepti. Ama pırçaqlar hakikaten sihirlikdi. O gece bala yatak uyuda iç-içinden yığılaptı. Sırtda, ay nurida pırçaq danaları köpüşke yoğunlaşqa başlaptı. Səhər quyoshning tunji nurlari bilan pırçaq unib palazdatib ta osmonga bulutlarcha uzirapti. Bala degan pırçaqning palazdatib unib chiqqanini ko'rganda popi deb o'tgan g'azinalar aslida bulutlarning ustida bir yer ekanda deb o'ylab butun kuchi bilan yupurmoqlar orasidan ustiga qarab yomishqa boshlabdi. Bulutlarning ustiga chiqqanida ishki yoqutdan, tomlari oltindan, qalalar zumratdan bir qo'rg'on ko'ribdi. Yugurib qo'rg'on qarab minibdi. Ishini uribdi. İçidagilardan so'rabdi. Kim bor? Kim bor? Hech kim javob bermaganki, u yoqqa, bu yoqqa atrofga qarabdi va ishning to'shkidan bir poqraydigan narsani ko'ribdi. Egilib, so'zilib pastga oyoq qo'ydigan kichik palasning ostidan oshqishni tepibdi. Yo'g'on oshqishni ishining to'shkidan ichiga sapdi, eshik g'ij qilib ichilibdi va ichiga kirganda nim ko'ribdi. Dividek yo'g'on bir ustal, dividek yo'g'on bir o'rindiq, dividek yo'g'on bir karvat. Bala hayronlik bilan tovarning ichidagi bir narsalarga qaravatganida divining oyoq ovozi anglabdi. Ozroqdan keyin bir qalpki yerda, bir qalpski osmonda yo'g'on bir divi ichiga kiribdi. Cho'nqur nafas ilib didum bala puridim deb atrofni purashga boshlabdi. Bala shunda qo'rqib oshxona eshikobining ichiga mekinibdi. Nafas olmabdi. Məxluq əgər onu görüb qalsa bir qapamdan onu yutib ekan. Yerib ketgan məxluq o'rindiqda o'tirib, ustalning ustiga bir tog'oni chiqaribdi. Tog'oning ichidan podshoning boyligi, ya'ni sehrlik arpa, oltin tuxum tug'digan mikyon va g'azina sandiq chiqmasinmi? Aslida podshohlikdagi u bo'ron chopqinga sababchi bo'lgan va podshoning boyliqlarini o'g'irlagan bu qora niyatlik dividan boshqasi emas ekan. Bala padişahının yaxşılanıb burunqidakli dövlətni boshqara olishi uchun boyliqlarni elib uning opirib berish qaroriga kelibdi. Divi avval oltin tuxum tug'digan mikyonni elib, "Tug'a mikyonim, tug'a" deb ustalga bir mushlabdi. Mikyon u anda qo'rquv bilan qo'qoqlab bir oltin tuxum tug'ibdi.
Andın gazini sandıqqa uzunib, içil deb bir vaqirab diken sandık içilibdi ve içilgan sandıqqa altın tuxumlarni tizibdi. Divi en ahırda altın çiltirini qoluğa ilib, çal çiltirim çal deb üstelge bir numushlig'inda çiltir o'zi biladigan allayn muzikalarni chilishga boshlabdi. Divining yo'g'on ko'zlari allay naqsining ta'sirida eg'irlashib, yumilishga boshlabdi. Divi o'rindiqqa yo'linib, bir xo'rak ovoz bilan uxlashga boshlabdi. Naq bu chaqda oshxona ishkobining ichiga mekinib olgan bola joyidan chiqish uchun ishkobning og'zini bir ishtiribdi-ki, eshik g'ij bir ovoz bilan ichilibdi. Agar eshik uningdan ching'ichildisa, maxluq uyg'onib ketadi-ki, ovoz chiqolmay sirtqa chiqishning amalini tepish kerak-ki. O'ngga qarabdi, so'lga qarabdi, orqaga qarabdi va orqadan bir moy qutisini ko'ribdi. Qutini qo'liga elib, ishining chatlariga, bulunlariga g'ijillamasin deb moyni suribdi. Endi ovozsiz teshig'i chiqalaydi-ki, uddul ustalning yeniga kepdi, ustiga yamishibdi, ondan oltin tuxum tug'digan mikyanni, sehrlik chiltirni va g'azina sanduqini tag'aga qo'yib, yuragi gup so'qqinida butun kuchi bilan qichibdi. Bola naq qo'rg'ondan chiqqanida maxluq shundoq chung bir xo'rak ovozi bilan uyg'onib ketibdi-ki, bola oldida tez kichik qadamlar bilan yugurishga davom qilibdi. Maxluq orqadan yo'g'on qadamlari bilan uni qo'g'labdi. Bola oldida kichik qadamlari bilan tez purchoq paliziga qarab yuguribdi. Maxluq yo'g'on qadamlari bilan yaqinlashibdi. Bola eng oxirida vahshiy tez kichik qadamlari bilan tez yuguribdi va purchoq paliziga kelibdi. Tezdan pastga qarata selib tushishga boshlabdi. Bola bo'lgan ishlardan bexabar opasini chaqiribdi. "Apa, paltini akel." Pastga tushmas opasining qo'lidagi paltini tutqunicha butun kuchi bilan purchoq palizini chepishga boshlabdi. 1 2 3 4 5 6 deb urg'unida purchoq palisi uningdan bekchida yonmabdi. Bir o tarafga, bir bu tarafga midirlabdi va bekchin bir gumbur qaros ovoz bilan bulutlardan ayrilib, undek toz bulutlarga aylanibdi. Maxluq bulutlarning ustida qolganligining ochiqi bilan shundoq jili bo'lib, shundoq qattiq bir o'kirabdi-ki, bola pastda dir titrabdi. Ammo sehr yo'qqigandan maxluq ikkinchi yerga tushamabdi. Bola boyliqlarni o'ddil elib podshoning yiniga opiribdi. Podsho ko'zlari ko'rmas, quloqlari anglamas holda shu bitti karvatida yetibdi ekan. Bola sehrli chiltirni oltin tuxum tug'digan tuxumlaydigan mikyanni va g'azini sanduqini ilib podshoning hujrasiga kirmay, masalg'u bu podshoning ko'rmaydigan ko'zlari ichilibdi, anglamaydigan quliqi anglabdi. Podsho qisqa vaqtda burunqidinmi sog'lom bo'pti. Balig'imi umrining oxirigacha yetadigan hadiyalarni beribdi. Sizlarning nima hadiyalarni bergandir? Bola ve apsi ömrünün ahırıgıcı xoşal-xoram yaşaptı. O anda asman yerilipti, asmanda 3 yoğun alma düşüptü. Almanın birisi çeçek anlagan balalarının bişiga, ikincisi çeçek anlatqıcı eğitqıcının bişiga, almanın üçüncüsü bolsa çeçek kahramanlarının bişiga düşüptü. Balığa tangi bu bitter küçük tangi bu bilmem Tengi pul verimse. Seni balığa. Ben mi vereyim ha? Ha makul. Neymiş ki tengi pul verimiz küçük balığa? Vermeyim hemen. Ben bilmem. Ha makul. Neymiş ki verse? Ben bilmem. Ha şu neyim üçün verse? Tangi pulda cancıkım var. Salıp ben kim devege bolu ya devege birip devege birip devege birip
telefonu ne andi apışı. Balam yaxşı boptu ilken yaxşı boptu başımga rahmet deymen. Anki apışı. Balam ilk sana telefon verdi. Memşe alamşe dedi. Alam sevdim da. Anki ben çıkırdım. Bay bay. Ben ölümge gittim battı. Mayumga gittim. Ha, aşlağa tengi pulunu berip hop, apısığa bay bay, men uyum ketken var dep ketemse. Ben mayumga gittim çünkü. Ha, muş uyga qaytib kelemse. Ha. Ha, amsa qalayga qachon borsa? Ha, kalanınıga, manınıga, ata paramayıga. Ha, ma'qul bo'ldi. Sen parayıga. Men mi boraymi uyga? Ha, ma'qul. Sen bilan birga berish biraya. Ha, sen apışın olurken. Apısı uramdiki? Kim urdiki apısı? Ben olurman. Nimişki? Ben olurman. Nimişki? Ben olurman. Çünkü balısınınki purçaqlarını taş yutuptum ha. Ha, ben olurman. Ha, ma'qul. Ben ahçanıga taşıman. Ha, ma'qul. Ha, demişke bıçaklarını çıkartırsa değil mi? U degan bolang akagan sehrlik purchaq tursa demsa, Ha, anan ikkinchi apash qanday qoplaysa? kapılma. Hangini apaş. Bu ülkeme tükendim dedi. O anke senin deysa. Ben de demiş. Ben yapmak yaxşı değil mi? Ha, anan ikkinchi. Bana pişmek tüken. Apısı neymiş ki dötke? Bıçaklarını çizip ata kırıkken. Hamma purchaq matta qo'ytamdiki. Ha. At uyga berib qanday qilsang ekan? Ha. Apam berish birdi da otqandan vabay. Menmi berish biramda? Ha. Seni birlikte, seni bile yıka, ama onu pişmek barıkken. Ana apısı berish biramdiki. Şu men berish birayman, lekin meni at ishim bor, men borolmayman ilga. Bor, bana pişmek barıkken. Kimga qoplaydi? Bana barıkken, bana barıkken. Sen qoplamdiki? Sen qopolsan nim deysa? Ah kılıp, ah kılma. Ah qilamsa. Gözünü kumda çizme. Ko'ziga qumlanchi jutamsa. Ha? Kim deganda, nada ishda qildiki? Bana apışıga kumdan çizme. Qumlanchi ichib jutamsa. Ha, çok olma kuzu yani içiyor. Ko'zini yo'q jutamsa, ocholmay qolamda ko'zini. Ben içip bilmem. Ha, ichib qana qilsang keyin? Ha, oxlama. Uxlamsa. Hani uxlaydigan vaqt bo'ldi, uxlamdiq. Ne bulmaydı? Nimishki atta qo'ygan o'qiymiz emasmi? Okum battı. Qaysini o'qiysa? Ha,